Xitoyning Sharq qad ko'tirdi va G'arb zavolliqi yuzlandi strategiyasining Sharqi Janubiy Osiyoda butunlay mag'lub bo'lishi. Avtori Mavlon Yasin. 2021 yil 1-oyda Xitoy Kompartiya bosh kotibi Shi Jinping Sharqning qad ko'tirishi va G'arbning zavolliqi yuzlanishi degan siyosiy uqumini o'tirg'a qo'ydi. Buning orqali Sharq madaniyatining vakili bo'lish sifati bilan Xitoy qad ko'tirdi va jonlandi hamda Amerika vakillik qilgan G'arb madaniyati bora-bora zavolliq yuzlandi deb jakoladi. Kuchli diplomatiya va zo'migarlik siyosati orqali xalqaro tartibni qaytadan shakllantirishga urindi. Lekin Xitoyning bu strategiyasi Xitoy ta'sir doirasini kengaytirishning boshlanish va muhim nuqtasi bo'lgan Sharqi Janubiy Osiyoda butunlay mag'lub bo'ldi. Bu mag'lubiyatni bir necha nuqtadan analiz qilib boqaylik. Birinchi, Sharqi Janubiy Osiyo bo'lsa Xitoy Sharqning qad ko'tirishi va G'arbning zavolliqi yuzlanishi strategiyasining sinoq maydoni. Janubiy dengiz masalasi uning qora niyatining yadroliq ifodasi. 2013-yildan boshlab Xitoy Janubiy dengiz orollarida sun'iy orollarni yasab, harbiy aerodrom qurib, Janubiy dengiz qadimdan tortib Xitoyga tava deb jarsib keldi. Xitoyning bu bir taraflama harakati qo'shni davlatlarning zimin tavalligiga sal qarab qolmay, balki xalqaro qonunga ochiq-oshkora jang e'lon qildi. 2016-yili xalqaro kelishim soti Xitoyning 9 siziqliq liniyasi tashabbusining qonuniy asosi yo'q deb hukm qildi. Lekin Xitoy buni anglamaslikka selib, harbiylashtirishni davomli ilgari surdi. Xitoyning bu kuch bilan boshqalarni bo'ysundirman degan usuli Vyetnam, Filippin qatorliq davlatlarga cho'nqur tahdid soldi. Bu Amerika, Yaponiya va boshqa davlatlarning Janubiy dengizdagi harbiy kuchini oshirishni ilgari surdi. Xitoy torlarida oshkorlangan uchurlarga asoslanganda Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligining muavin ministri Liu Yanping bilan Sun Lijun Xitoyning Sharqi Janubiy Osiyodagi ta'sir doirasini kengaytirishga bevosita aralashgan. Bular iqtisodiy singib kirish va siyosiy kontrol qilish orqali Xitoyning bu rayondagi ta'sirini mustahkamlashga uringan. Lekin Xitoy bu bandit va qarg'uruq usuli diplomatiyasi orqali ittifoqdoshlarga erishamadi. Aksicha rayon jiddiyligini kuchaytirdi. Garchi Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlar iqtisodiy jihatda Xitoyga beqindigan bo'lsa-mu, ammo bexatarlik jihatda Amerika rahbarligidagi Hind Tinch okean strategiyasiga borgan-sari yiqilishyapti. Xitoyning Janubiy dengizdagi tajovuzchiligi Sharqning qad ko'tirishini amalsizlik qilib qolmay, G'arbning chekinishini quruq g'oyaga aylantirib qo'ydi. Ikkinchi, Xitoyning Tayvan masalasidagi xato taktikasi onun strategik yiroqni ko'rmasligini gavdlantirdi. 2019-yili Xitoy o'zining sayohatchilarining Tayvanga erkin berib kelishini vaqtincha to'xtatdi. Buningdagi maqsad iqtisodiy besim orqali Tayvanning 2020-yildagi prezident saylamiga ta'sir ko'rsatish va Tsai Ing-wenning qayta saylam iqtidorini ojizlashtirish. Lekin Xitoyning bu harakati nishondan dal aksicha bo'lib chiqdi. Tayvan xalqi Xitoyning aralashishidan intayin nafratlendi. Tsai Ing-wen bu fursatdan foydalanib, Jongoga qarshi turish va Tayvanni qo'g'dash degan shiorni ko'tarib chiqib, oxiri 80% bilet bilan g'alaba qozondi. Xitoyning o'zining sayohatchilarining Tayvanga erkin berishini vaqtincha to'xtatishi qarmoqqa bir iqtisodiy jazo, ammo amaliyotda bu Tayvanning fikr qilish erkinligi va irodasiga qilgan ig'ir darajada xato hukm. Xitoy Tayvan xalqining demokratik chidamchanligini bek tuvan mo'ljarlab, o'zining iqtisodiy peshonlarining siyosiy o'nimini bek yuqori mo'ljarlab etgan. Saylam natijasi Tsai Ing-wenning hokimiyat asosini mustahkamlab qolmay, Tayvanning Amerika, Yaponiya va boshqa davlatlar bilan bo'lgan strategik hamkorligini texmi kuchaytirdi. Xitoy Tayvan saylamini kontrol qilish orqali Sharqning qad ko'tirishini qo'lga keltirishga urindi. Ammo ehtiyotsizlikdan Tayvanning g'arbga yiqilishini tezlashtiribdi. 3. 12 yil kuchlik va tajovuzchilik siyosati orqali kengaygandan keyin Xitoyning Sharqi Janubiy Osiyodagi jalubkor diplomatiyasi oxir mag'lub bo'ldi.
2025-yili 4-oyda Singapurning sobiq birinchi xonimi He Jing ijtimoiy aloqa to'rida maqola e'lon qilib, Shi Jinpingning Sharqi Janubiy Osiyo siyosatini banditga o'xshash harakat deb qattiq tanqid qildi. Hamda Xitoyning bunday jalubkor hujumini o'zini xorlashdan boshqa narsa emas, bir kulkilik pasiq deb aybladi. He Jingning Xitoyni oshkora nomusga qoldirishi Shi Jinpingning shaxsiy diplomatik usulini masxara qilib qolmay, yana Sharqi Janubiy Osiyo sarxillarining Xitoyning zo'mikorlik qilmishidan umidsizlanganligini aks ettirdi. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqining yadroliq a'zosi bo'lish sifati bilan Singapur izchil Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi tampon diplomatiyani saqlab keldi. Xitoy siyosiy analizchilar He Jingning so'zini Xitoy Sharqi Janubiy Osiyoda yumshoq kuch yaratish uchun elib borgan tirishchanligining butunlay mag'lub bo'lganligini aks ettirdi deb javob berdi. Iqtisodiy yordamdan bir balvoq bir yo'l tashabbusigacha Xitoy zo'r mablag' sog'an bo'lsa-mu, xalqning qalbi va aqliga erishamadi. Aksicha Xitoyning yuqori darajalik millatchilik tashviqoti va qo'shni mamlakatlarga qo'llangan qattiq pozitsiyasi Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi davlatlarni bexatarlik jihatda Amerika rahbarligidagi ittifoq sistemiga moyil qildi. Xitoyning Sharqning qad ko'tarishi va G'arbning zavolliq yuzlanishi degan shuari Sharqi Janubiy Osiyoda Sharqning chekinishi va G'arbning ilgirilishiga aylandi. 4. Xitoyning Sharqi Janubiy Osiyodagi zo'migarlik harakati faqat Janubiy dengiz bilan cheklanib qolmasdan, balki yana shaxsiy erkinlikka qattiq aralashishda ifodalandi. 2015-yili Shvetsiya grajdani Shanganlik kitob savdogari Gui Minhai Tailandda dam olayotganda Xitoy alayida soqchilari tomonidan turalg'usidan tutib olib ketilgan. Bu voqea xalqaro g'avg'o ko'targan. Gui Minhai voqeasi Xitoyning beparvo chegara halqib, beshamlik va aymanmaslik bilan o'zining abdibashirisini oshkorlab qolmay, Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi davlatlarning Xitoyning qonun bilan idora qilish va'dasiga bo'lgan gumonini cho'nqurlashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda 2017-yili Kanadalik savdogar Shao Jianhuani Shangang 4 fasli mehmonxonasida ko'p kunduzda qo'lga olganligi butun dunyodagi pul muomala jamiyatini hang-tang qoldirdi. Bu voqea Xitoyning bir davlatda ichki sistem usulini yo'lga qo'yamiz degan tashviqotining o'lim signalini chaldi. Xalqaroda bu ikki voqea Xitoy diplomatiyasining xalqaro qoidasiga sal qarag'anligini oshkorladi. Tailand bilan Shangang bu Sharqi Janubiy Osiyodagi ichivitilgan jamiyat deb atalgan ikki davlat asli Xitoyning yumshoq kuchini namoyon qiladigan ko'znak bo'lishi kerak edi. Ammo Xitoy zo'ravonlik bilan xalqaro qonun bilan idora qilish qoidasini dafsanda qilishi xalqaro jamiyatning ayblishi va bu rayondagi davlatlarning yiroqlashishini keltirib chiqardi. Xitoyning Sharqning qad ko'tarishi va G'arbning zavolliq yuzlanishi strategiyasining yimirilishi tegtakdan aytganda uning strategik takabburligi va yaklanishidan yildiz tortgan. 1. Xitoy kuch diplomatiyasiga ishinib ketgan. Harbiy va iqtisodiy afzallik bilan qo'shni davlatlarni bosh egdiramiz deb qaragan. Yumshoq kuch va xalqaro qoidaning muhimligiga sal qaragan. 2. Xitoyning Sharqi Janubiy Osiyodagi bir taraflama harakati rayonning ko'p xilligiga va tarixiy murakkabligiga hurmat qilmasligi Xitoy bilan Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi o'rtasidagi ishonch farqidagi yirik davomli cho'ng'aygan. 3. Xitoy davlat ichidagi zo'migarlik boshqarish andisini diplomatik sohaga bevosita qo'llangan. Ya'ni yuqori besimliq taktikalarni ishlatib, chet eldagi Xitoylarni boy savdogarlar, hatto qo'shni davlatlarning siyosatini kontrol qilishga to'xtamay uringan. Xitoyning bu qilmishlari dunyo miqyosida cho'ng pasib inkas qo'zg'adi.